Kollaborativ texnologiyani bugungi tadbirning ma'nosi ham shundan iboratki, tarbiyani qanday singdirish kerak deyapti. Tarbiyani qanday singdirasiz? Tarbiyani singdirish uchun ibrat bo'lish kerak. Tarbiyani qanday singdirasiz? Kitoblarda yozilgan men fraza keltirdim. Yaxshi farzand ota umriga umr qo'shar, yomon farzand ota umridan umr olar. Yaxshi farzand demak, sizga anatomiya, fiziologiyada 70 yil berganmiz. Kollaborativ texnologiya o'rgangan farzand 100 ga yetkazadi sizni. Ana u eng zo'r narsasi bo'ladi. Ikkinchi bitta narsasi bor. Yana farzandlarimizni yuqorilarga erishish uchun nima qilish kerak desa, men vatanni sevish kerak derdim. Vatanga sadoqatli bo'lish kerak derdim. Yana nima qilish kerak desa, jadid bobolarimizdan chiqqan bitta texnologiya bor. Vatanga munosib farzand bo'lishimiz kerak. Munosib farzand bo'lish uchun ota va onaning hissasi katta bo'lishi kerak. Hozir mana maqolalarning orasida, ma'ruzalarning orasida turkiyalik pedagogimiz fikrlarini eshitdik. Ayni ma'noda ular tomonidan bildirilgan fikrlar bugungi kunda o'zimizning o'zbekona urf-odatlarimizda ham aks etib turibdi. Umuman olganda Turkiya bizdan uzoq emas. Yana shu bilan birga Sloveniyadan ishtirok etayotgan muallifning maqolasida ham aynan hatto Yevropa davlatlarida ham bugungi kunda sharq tarbiyasini e'tirof etilayotganligini guvohi bo'ldik. Ya'ni o'zimizda o'sha oilaviy qadriyatlar, ota-onaga bo'lgan hurmat, katta avloddan olinadigan tarbiya an'analarini bugungi kunda ular ham dolzarb ekanligini va mana shu narsa ayni ma'noda katta oilada tarbiya ko'rgan farzandlarning tarbiyasi yakka ota-onalar tarbiyasidagi farzandlardan ancha-muncha farq qilishini e'tirof etishdi. Demakki, biz hali ham hanuz ham mana shu katta avlod tarbiyasiga tayanishimiz kerak. O'sha bobolar, buvilar, kerak bo'lsa o'sha qo'ni-qo'shnilarni bizga bildirayotgan e'tiborlarni ham to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Men aytishim mumkinki, bugungi kunda o'sha kollaboratsiya, bugungi konferensiyada bildirilgan fikrlar mana hozir mahalla faollaridan ham ishtirok etishyapti. Ma'naviyat markazlaridan olimlarni taklif qilganmiz. Bundan tashqari tashxis markazidan mutaxassislar keldi. Malaka oshirish institutidan, maktabgacha ta'lim muassasasidan. Umuman bu konferensiya uzluksiz ta'lim tizimini deyarli barcha bosqichini qamrab olganligi bilan ham biz o'zimizcha mana shu yerning o'zidayoq kollaborativ bir-birimiz bilan yondashuv zarur ekanligini anglab yetdik.